Bugun mana yana yangi ertak eshitishga hozirlanib turibmiz. Bugungi ertagimiz o'rdakxona deb ataladi. Har bir to'qilgan ertakda haqiqat tolalari bor. Karvon degan qishloqda Husan amakining uyida katta o'rdakxona bor edi. U yerda ko'p o'rdaklar yashardi. Kunlarning birida Husan amaki safarga chiqishga qaror qildi. Yo'lga chiqishdan oldin o'rdakxonada ko'p miqdorda bug'doy, makajo'xori va boshqa don-dunlar, shuningdek suv ham qoldirdi. Shunda o'rdaklar och va chanqoq qolib ketmasdi. Husan amaki yo'qligidan foydalanib, bir gala kurka o'rdakxona eshigi oldida to'planib, u yerdagi donlarni o'g'irlashni rejalashtirishdi. Ulardan biri: biz o'rdaklarga o'zimizni kuchli ekanligimizni namoyish qilish uchun qanotlarimizni birgalikda silkitamiz. Shunda ular qo'rqib qochib ketadi, dedi. Haqiqatan ham kurkalar o'rdakxonaga g'azab bilan kirib kelganda, o'rdaklar qattiq qo'rqib har tomonlama qochib ketishdi. Kurkalar o'rdakxonada 2 kun davomida qolib, qolgan donlarni yig'ib olishga shaylanishdi. O'rdaklar esa u yerdan uzoqlashib ketishdi. Shunda katta o'rdak dedi: biz boshqa o'rdaklardan yordam so'rab, bu zolim kurkalardan xalos bo'lishimiz kerak. Hiyla o'ylab topishimiz va o'z uyimiz uchun kurashishimiz lozim.